mana maktabimizdagi ilk 189 ballni qo'lga kiritgan o'quvchimiz va kishining otalari. Nima his qilibsiz? Assalomu alaykum hammaga. İlk birinchi parvoz maktabimizda tumanimizda ochilishi, bu ilk parvoz maktabimizdagi birinchi 189 universitet institutiga grantda qo'lga kiritgan meni qizim bo'ldi. Bundan xursandman. Tabriklayman. Bu maktabimizdagi hamma o'quvchilarga xuddi shu narsani tilaymiz. Baholi qudrat kuchimiz yetgancha hammaga 189 maksimal ballarni berishga harakat qilamiz. Va'da berganimizda oldimizga shunaqa bir yuqori maqsadlarni qo'yganimizda shu maktabimizga qadam bosib kirgan har bir o'quvchiga imkon qadar maksimal ball olib berishga unaqa qilganimizda va'da berganimizda harakat qilamiz qo'limizdan kelgancha. Bu bir. Ikkinchi masala o'z qizim bilan men gaplashib o'tirgandim. Endi 1 yil oldin 10 sinfda mana grantlar qo'lga kiritib bo'ldi. 1 yil muddating bor, senga o'ylab keldi. Bunga vazifa qo'yamizki, SAT va IELTS imtihonlaridan o'tib chet ellarga o'qitishni niyat qilganman. Xudo xolasa nasib qilsa 1 yildan keyin yana bitta video tahlab sizlarga men va'da beraman, tashlab beramiz. Qizim IELTS va SAT imtihonlaridan o'tib, xudo xolasa grantlarga yetib chet ellarga o'qishga ketadi. Nasib. Niyatingizga yeting. Rahmat. Rahmat. Sizlar ham bu bizning maktabga o'quvchingizni farzandingizni qo'ysangiz hech qachon xafa bo'lmaysiz, adashmagan bo'lasiz. Parvoz maktabi doim ota-ona uchun harakatda. Rahmat. Har birimizning farzandimizga mana shunaqa muddatidan oldin talaba bo'lish nasib qilsin. Parvoz xususiy maktabi bilan orzular tomon olg'a.